Ochayotganlariga sen ham ko'chada taksichilar bilan Esimda. o'zgartirish vaqti keldi. Odamlar gapiraveradi oshna, uyingda mushti bor, onang bilan otang kutyapti. Nasib Sen ular mashina eng yaxshilari loyiq jigat. Nasib inshaalloh. Biz ham boshdan o'tgan o'zimiz bilamiz, kulib yurganimiz bilan kulgini orqasida juda ko'p gap bor. Xudo xolasa ertaga shunchaki yut bo'ldi, shunchaki yut qolgan. Nima qilsang qil. Nima qilsang qil. Siyosatga aralashma qolgan mavzuga ichkarida o'tkazmaylik. Yengamiz inshaalloh. Ertan Xudo xolasa, yengishdan inshaalloh. kelganman. Mana shu g'alaba uchun kelganman. Men bu yerga ancha Moskvadan kelyapman, g'alaba uchun kelganman. Chunki hali O'zbekistonga ham o'tganim yo'q, inshaalloh g'alaba bilan o'tamiz. Xudo xolasa. Do'stlar, bu ko'p narsani uyalib aytalamaydi-da. Menga yig'lab turib aytgan gaplari bor-da. Rossiyada borganda tapchika bilan borgan, ro'zg'orimni bir rivojlantiraydi. Men bu yerda Toshkentda bir ishlarim yurishmay yurganda bu Rossiyada yurgan. Rossiyada qiyinchiliklar, orzularim bir chetga surgan vaqti, ana endi orzularim ushaltirib, ham vatanga, ham oilaga foyda tekkizish uchun harakat qilyapti. Sizlar duo qilib hadishga beringlar. Bizdan bir yomon galchilik chiqmaydi. Ko'pchilik bizdan yomon ko'radi-da, bu ikkalasi jinni qilig'lar qiladi. Bizlar bor imkoniyatdan foydalanib, hech kimga zararimiz tegmasdan harakat qilyapmiz. Bizning aybimiz shumi? Bilmadim, bu ayb hisoblanadimi? Bu ayb hisoblanadi. Bizning eng yaxshi boshdan biza o'tkazgan voqealarni o'tkazgan insonlar bizani hurmat qiladi. Uning ichida milliard dollari bor insonlar ham bor. O'zlaringiz jonlaringiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa ertaga bu ham yutadi, isbotlab qo'yadi Xudo xolasa. Nasib bo'lsa, ehtiyot qilingizlar, kuzatib tursa davom etingizlar. Xudo xolasa.